Saytda hech qanaqangi ish qilmasdan turib, shunchaki telefonimizga yoki kompyuterimizga o'rnatib qo'yish evaziga o'rtacha holatda oyiga $20 dan $100 atrofida ishlashimiz mumkin. I'm gonna love you. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Bitcoin Money kanali. Uzoq vaqtli tanaffuslardan so'ng biz yana ishga qaytdik. Bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan saytimiz Money Again deb aytiladi. Bu saytda hech qanaqangi ish qilmasdan turib, shunchaki telefonimizga yoki kompyuterimizga o'rnatib qo'yish evaziga o'rtacha holatda oyiga $20 dan $100 atrofida ishlashimiz mumkin. Bu saytdan bizni talab qiladigan narsa hech nima, ya'ni faqat telefonimizga o'rnatib qo'ysak yetarli. Sayt silkasi video opisiyanasida bo'ladi. Saytga tashrif buyurganingizdan so'ng saytga albatta mana silkam orqali kiringlar. Kirganlaringiz uchun $5 bonus sifatida beradi. Meni o'zim hech qanaqangi silka orqali kirmadim, saytni o'zim topdim. Shu uchun menga hech qanaqangi pul bermadi. Saytda ro'yxatdan o'tishning ikki xil usuli bor. Bu yerga emailingizni yozib o'tasiz ro'yxatdan yoki bu yerda Facebook yoki Google orqali ro'yxatdan o'tish usuli bor. Menimcha eng tez ro'yxatdan o'tish bu Google orqali bo'ladi. Sign up with Google ni bosasiz va bu yerga Google akkauntingizni terasiz. Mana saytga ham tashrif buyurdik. Sayt ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Saytga kirganingizda sizda mana shu narsalar ishlab turmagan bo'ladi. Buning uchun siz download appga bosasiz va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan platformani tanlashingiz mumkin. Android telefonlar uchun ham bor, yoki iPhone telefonlar uchun ham, Windows uchun, macOS, Linux uchun ham bor albatta. O'zingizga xohlagan usulingizni tanlab olasiz. Men albatta telefonni tanlab oldim. Android uchun telefonda ishlab ko'rsatganman. Buni qanday nastroyka qilishlarini zapis davomida ekran ustiga qo'yaman. Asosiy ekran holatda biz kompyuterda ishlashimiz mumkin, ya'ni biz pullarni chiqarishimiz, ishlashimiz yoki boshqarishimiz kompyuter orqali bo'lib o'tadi. Shuning uchun kompyuter usuli ham bor. Windows uchun skachet qilib olishingiz mumkin yoki Linux. Dasturni skachet qilib olganingizdan so'ng dasturni ishga tushirib qo'yasiz va bu dastur o'zi ishlab turaveradi. Saytga kirganingizda sizga bu yerga $5 miqdorida bonus beradi. Saytda minimal pul chiqarish $20 hisoblanadi. Men saytni topganimga gazeta 5-6 soat bo'ldi va ishlagan puli hozirda 15 sent. Menimcha juda ham yaxshi. Sayt bizga nima uchun pul to'laydi deganlar uchun sayt bizga bu dasturni o'rnatib qo'yamiz va bu dastur bizdan telefonimizda fonoviy rejimda ishlab turadi. Bu hech qanaqangi telefonga zarar yo'qdir va bizning hisobimizdan megabaytlarni oladi. Ya'ni biz trafiklarimizni sotish evaziga bizga pul to'laydi bu sayt. Men hozirda 467 megabayt, ya'ni bu sayt ishlatgan va o'sha ishlatgan megabayt uchun bu 140 sayti pulida bergan. O'zini sayt pul birligida bizga shuncha miqdorda bergan. Hozirda menda bitta telefon ishlab turibdi. Juda ham yaxshi miqdorda to'layapti. Sayt 100% to'lab berar ekan. Saytdan pul chiqarish usuli ikki xil usulda chiqariladi. Ya'ni PayPal ga, koshyolokka ham chiqarish mumkin. Agar bizda ko'pincha PayPal ishlamaydi, bizda taqiqlangan. Shuning uchun ikkinchi usuli Bitcoin usulida chiqarib olishimiz ham mumkin. Nasib bo'lsa pulimiz yig'ilib qolsa, buni ham video sifatida chiqaraman. Sayt lekin 100% pulini to'lab beradi. Bunga ishonchim komil. Sayt silkasi video opisiyanasida bo'ladi. Barchangizga taklif qilib qolaman. Ro'yxatdan o'tishingizni, ishlashingizni. Bizdan talab qilinadigan narsa hech nima, ya'ni shuni dasturni yoqib qo'yamiz, tamom. Bizga passivniy pul berib turaveradi. Ya'ni biz ish qilsak ham, qilmasak ham. Bu dasturni men sizga maslahat beraman, faqatgina Wi-Fi, uyingizda Wi-Fi bo'lsagina ishlatishingizni, bo'lmasa o'zingizning internetingizni pulini qoplamasligi mumkin. Barchangizga sog' salomat tilagan holda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.